Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar. Keyingi mashinamiz BMW 520i M Sport. Hop, probegi 75.000, почти 76.000. Bu ham full optionda, hamma yog'i bor. Hop, 2020-yil bu 5-oy. Bu просто M Sport ekan bu. Hop. Oqlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Jigarrang kojada. Podsetkalari ham juda ham chiroyli ekan. Inshaalloh kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxini 38 million deyapmiz, ozgina kami bor. Kelishtirib beramiz. Xo'p, bu M Sport Plus'i. Buni ham ozgina kami bor. Bu M Plus, bu M Sport'i, bu Sport Plus ekan. Bu 530 ekan bu. Narxi 40 million ekan buni. Bu ham 2026-oy. Probegi hop 70 ming yurgan. Buniki 75 ming yurgan. Narxi buniki 38 million. Nariga aytib o'tdim. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Inshaalloh Koreyanchaga ham eksportga ham qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.